Uyda o'tirgan holda oyiga 10, 15, 20 milliongacha ham daromad qilishni xohlaysizlarmi? Unda ushbu video sizlar uchun. O'rtoqlar, sizlarga yangi soqqali obyektimizni video obzor qilgani yetib kelganmiz. Ushbu obyektimizda Baytqo'rg'on masjidining yonginasida joylashgan bo'lib, shular birinchi liniyada o'rtoqlar yo'l yuzida o'zingizlar qatnov qismini qanaqa ko'pligini bilasizlar. Ushbu obyektimizda 307 sotuvdan tashkil topgan bo'lib, 5 ta xona, sanuzel, oshxona va do'kon bilan yana qo'shimchasiga ham sanozaxvat joyimiz bor. Ushbu obyektimizda o'rtoqlar startoviy narxini oxirida aytib o'tamiz. O'rtoqlar, ushbu obyektimizning egalarini aytishlari bo'yicha ushbu do'konni kunlik оборотga 7-8 millionga yetgan ekan va hozirgi kunda sizlar 24 ga ishlata olasizlar. Agar mabodo do'kon yurg'iza olmayman, qo'limdan kelmaydi desanglar ham uyni sotib olasizlar, do'konni arendaga berib qo'ysanglar, sizlarga 2-3 yil davomida oylik daromadi $400-500 sizlarga sof foyda berib turadi. Va o'rtoqlar, ushbu obyektimizda hozirgi kunda startoviy narxi 97 ming. Bemalol kelib baholashib, baylashib ketishingiz mumkin. Sizlar bilan Qibra uylari, rahmat.